Assalomu alaykum, Sardor Uzbi kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Shuhrat Musayev Sardorga atvet qildi. Bilay. Chestingizga o'zini so'kosdan so'k, nimaga svetoyga tiyyorsan, Xorromzoda bilay. Men senga aytayman, nada bo'yi Dubayga borib og'zingga berib kelamiz. Tushunding? Yashayotgan gostinitsadan chiqqaningda ushab og'zingga berib kelamiz. Ehtiyot bo'lgin. Daxo'ya ketib qolmagan. Tushunding? Birov svetoyga tiyib qo'yasan, u svetoyini de borib jalab o'ldirib yuboradi-da, ekan onangni chiqargandan ko'rasan. Chestingizga sallanib bilan. TikTokerlarga osilganing o'zingdan nima jalab TikTokerni qirol yasab oldingmi? Qanaqa qirolsan? Sen tirolsan, sen eshaksan. Qirollar unaqa bo'lmaydi, qirolda chest bo'ladi, qirolda g'urur bo'ladi, qirolda-chi bir dunyo duh bo'ladi. Sen ampammanda jalab bichlikdan boshqa hech narsa yo'q. Gandon jalab. U indamasa, joy sayra boryapsiz. Dubaydan sandan pizdeslarini olib keltirildi. Bilasana? Sandan pizdeslarini, millionlab dollar puli bor, biznes imperiyasi borlarini olib keltirib qo'yilgan. Sen o'zingdan daxo'ya bir nimalarni yasab olmagan. Gadayligingni qilyapsanmi, dalshkuttingni qisib gadayligingni qilgan. Tushunding? Hamma o'zini ishini qilyapti. Senga o'xshaganlar bu millatni razolatga, botqoqlikka botirsa, bizga o'xshaganlar botqoqdan chiqaraman deb harakat qilyapti. Tushunding? Hamma narsani o'zini tarafi bor biladi. It biladi. Sendan bilasanmi, meni qo'shnimni iti tuzuron naxi o'rni bor. Foydasi tegadi. Sen gandonni foydang faqat o'zingga, chotingni orasidagi qo'ttag'ingga. O'sha yerda senga gandon, itni ami, bich senga anita donatorlaring donat qilyapti. Mehnat qilib pul topadi-da ular. Senga o'xshab TikTokda o'tirib, qo'shini qirib pul topmaydi. Mehnat qilib pul topadi. Sen bich o'sha yerda jalablarga, kayfga pulni ketkazib yotibsan. Xorrom bilay. Suka yibani bilay. Chingizni bolasisan naxo'y. O'zingni kimligingni esingdan chiqarmagin. Agar sen piddarazga borku, Chingiz yordam bermaganda, sen hali ham bitta it tanimaydigan, o'sha yerda sementni tashib yurgan bitta bich bo'lib yuraverarding. Tushundingmi? Ampamman yibani jalab. Daxo'ya tilingga erk berma. Tushunasanmi? Daxo'ya tilingga erk berma. O'rni yo'q. Mana. O'rni yo'q. Bitta gapda, uyingdagilar qanaqa yashayapti? Senga savol. Chest bormi senda? Birovi buvisidan, momosidan so'kib tashlayapsan chestingizga. Men sen chestingga tegmayman-da, bitta savol beraman. Gandon, uyingdagilar qanaqa yashayapti? Yaxshi yashayapti? O'g'li bichlik qilib, harom qilib, hamma yon nas qilib topayotgan puliga maza qilib yashayapti-da. Sen g'ururing bor? Yo'q, sen g'ururing yo'q. Seni o'rnomusing yo'q, seni chesting yo'q. Sen ham boqman desan, uyingdagilar mana shu seni bichligingga rozi bo'lyaptimi? Uyingdagilar ham xuddi senga o'xshagan fikr bilan yashaydigan odamlar. Umumiy ko'rmaganni ko'rgani qursin senlar. Bu millatga senga o'xshagan sharmandalarni yetkazib berib tashaganlarni betiga tupurish kerak, tushundingmi? Nasim Xolip emas, Sardor gangster. Senga tarbiya berganlarga biladi. Ota-onang duo qilib turibdimi? Bolajonim, iloho amin. Xudo, ish qilib o'g'limni ishlari baroridan kelsin. Bugun yalang'och yugurganda donator akalari ko'proq pul tashasin. Xudo, qoshlarini qirganda donator akalari ko'p pul tashasin. Xalqimiz layk bosib, bizni boqishda, bizni mana shunaqa iploslik qildirishlarimizni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Mana shunaqa duo qiladimi? Chestingizga. Chestingizga seni. Men tilimni qichitmagan. Yugurib borib og'zingga berib qo'yma. G'olt qilib o'tirasan. Tushundingmi? O'zingdan boyvachcha yasab olasan, jalab og'zingga pul bilan uraman, ko'tingdan gemar o'yin chiqib ketadi. Bich. Mana shunaqa, mana shu
Mana shu erkakcha gap bo'ladi. Tushundingmi? Men seni atrofingda yurgan ani jala yalaqa palaqalardan emasman-da, bitingga gapira olayman jala gapimni. Tushunding? Senda chest tuga bo'lgan. Sanlarni hammangni xudoying bitta. Mana senlar qaysi xudoga ishonishingni ko'rsatdingmi? Senlarni xudoyingni ko'rsataman mana. Mana senlarni xudoying. Ko'rasan? Mana mashinga sig'inasanlar. Mashini etganini qilasanlar, mashi uchun yashaysanlar, mashi uchun ko'tingni ochib, ishtoningni yechib bor razilliklarni mana mashi narsa uchun, mana mashi senlarni xudoying, mana. Mana senlarni xudoying. Ko'rib qo'y. Mana mashi narsa uchun sen gandolni yechinasan, mashi narsa uchun sen gandolni sochingni, qoshingni orasan, mashi narsa uchun kallangni tuvaletga tiqasan, mashi narsa uchun billet to'r oyoqda turib bariysan. Mashi narsa uchun onangni boshqalarga so'ktirib anetdi efirda boshqa millatlarga. Millatingni so'ktirib o'tirasan mana mashi narsaga. Senlarni xudoying bu. Biz uchun bo'lsa bu pul. Biz sig'maymiz. Shu uchun Benjamin Franklinning qulvachchalari dahoya gapirib olmalaring. Tillaringga erk berib olmalaring. Og'zlaringga ham sikib qo'yiladi nada bo'ldi. Tushunsanlar? Biz agar o'tga tosh otganlarni naxuy borib agar o'tini payxon qilib qo'yishga aqlimiz yetadi. Pulimiz ham yetadi, kuchimiz ham yetadi. Qisib yasha naxuy Dubayda burchayda naxuy. Burchayda yasha naxuy gandon yibani. Sani joying o'sha yerda naxuy Hindistonliklar bilan burchayda yashash jallar. Sardor gangsterlar bolalar yozmalaring menga og'izlaringga sikib qo'yaman dadalaringga qo'shib. Tushunlaring? Men lokatsiyasi bor bo'laman. Sardor akalaringga o'xshab Dubai bir burchakasida, Abu Dabini bir burchakasida bekin oladigan joyimiz yo'q. Men aniq adresim. Xohlaganing bilan xohlagan uslubingda gaplashishga qurbim ham, kuchim ham yetadi, aqlim ham yetadi. Tak что Sardor kanistrni gadaychalari negativ yozganlaringdan foyda yo'q. Iloyim bollaring Sardor gangsterga o'xshagan bo'lsin. Iloyim bollaring mana shunaqa isqirt ishlar qiladigan TikTokerlar bo'lsin deb duo qilaman, amlaring chiqib ketadi. Bizda zato chest bor naxoy. Men sutxo'rlik qilmaganman. Taksichi bola bilan nima bo'ldi? Kechirim so'rab, uzrini so'rab to'g'riladi. Samirjon, adresimni bering. Qaysi biringlarga adresimni bering? Bormi? Sardorning ketidan chiqadigan bir mujigi bormi? Sardor kela olmaydimi? Sardor kelsa og'ziga berib qo'yishadi-da, o'shaning uchun kela olmaydi. Duxi yetmayapti, qo'rqyapti. Qo'rquv shu darajada kuchliki, duxi yetmaydi. Nilan? Bormi? Kommentariyda yozgandan to'q yo'q. 4 ta 5 ta negativchilar, xafa bo'lmanglar. Kommentariyda yozganinglardan to'q yo'q. Men haqiqatni gapiraman. Sizlarga yoqmayotgan bo'lsa chiqib ketinglar. Yuzma-yuz ko'rishinglar kelsa lokatsiya beraman. Bo'lmasa yozmay qo'yinglar. Men erkaklar bilan gaplashaman. Unaqa ani Chotin orasida bezyo'lar bilan gaplashib qolamayman. U bor Sardor bilan gaplashinglar. Kakras sizlarga o'xshagan. Sardorning iziga ham arzimaysan. Sardoringga ham qo'ttag'am, iziga ham qo'ttag'am, senga ham qo'ttag'am. Bor naxoy, bor shu qo'ttag'am tomosha qillaring. Okey, sindirib tashlaymiz deydi. Men o'zim sindirib qo'yaman uni. Bir marta emas, ko'p marta sindirganman. Bir qoshiq qonimdan keching, akam jonimlab chiqqan joylarni esinglardan chiqarmanglar-da. Tushunasizlar? Shu narsalarni esdan chiqarmanglar. Shuhrat aka, Iskandar Makedonskiy nima sizga osilyapti? Iskandar Makedonskiy menga osilmaydi. Ne osiladi? Menga nima osildimi Iskandar? Qachon osildi? Iskandar menga osilmaydi.
Ruslan ke og'zingga chich yuboraman. Oliysan? Shunaqa. Ko'rdinglarmi? Saviyasi past aqli yo'liga bu gaplar tushunarsiz tuyuladi. Shuning uchun bir umr saviyasiz, aqlsiz bo'lib, bir chekkada bo'mizlashib o'tib ketishadi. Shurat aka, biz siz tomon olamiz kerak. Xo'p. Aka, bular xotinini ham olib chiqib beradi, o'shanga siqilmang. Ruxandira. Tre oppenamiga sizga yo'q olib qolgan. Bor, Sardorga siktirib bor, yaxshi bo'lib ketasan. Bor. Aldoqchi. U o'ziga ishonmaydi deydi. Kim, menmi? Men o'zimga ishonaman. Hech xavotir olma. Har doim o'zimga ishonganman. Har doim gapimga javob berib yurganman. Sik Sardor. Sardor kanistri o'rnini yo'qotib qo'ygan ko'ppakka o'rnini ko'rsatib qo'yishga aqlimiz yetadi. Indamaganimiz sari ko'ppakja ko'p akilib boryapti. Ko'ppakligini bilmay qolyapti. Instagram. TikTok. Sardor, ko'ppakligingni esingdan chiqarmagin, ha? Sen bor yo'g'i bitta itsan. Kamroq akilli. Kamroq akilli. Bo'lmasa akillolmaydigan qilib qo'yamiz. Ustozdan 1 minutlikda tortdim shuni. Iskandar Makedonskiy video qilib chiqdi, sizni so'kibdi deydi. Qachon? Qarachi. O'g'ayning-ku. Mani so'kadimi? Onasini tug'ilmagan. Iskandarmi? Qiyin-u. O'zidan o'zi so'kishi. Samirjon, bor, onangni shunaqa qilgan. Bor. Onangni oldiga. Qadrbay, ketishayari, sheng seni. Video qo'yib. Qarang. Qachon uni silkirib qo'ygan? Qozga chiqib ketdi. $600 ertasi silib yubordi ustoz. Bilinmaydi. O'ldigan odam yo'q. Ana kuni yaxshi ham bittada yechyapman. Endi yutolmayman-ku, qarzlarim bor edi. Shunda u men eshitdim. $10,000 yechib oldingizmi? Eshitdim-da, men qoldirdim-da, qolganini qarz kursi uyimga to'lov qildim, qarz kurslarni berib yubordim, $1000 olib qoldim. 600 ni tikuvdim, 400 endi bog'cha balobatlarga to'ladim. Men 600 olib qo'yib shu yetimda soluvdim, erdim. Voy, qildim. Sherikka 1 milliga deydi, hozir. Dalboyoblarni to'xtat, shu dalboyoblarni deydi. Ustoz, farim bor ekan bugun. Bilmayman, men efirdaman, yeslicha. Gap qara. Shunchalik darajada shahram bo'lib qolibdi, Instagramdagi, YouTube'dagi blogerlar ham TikTokerlarga qisha boshlabdi. TikTokda nom borligini, TikTokda pul borligini bilib qolishdimi deyman bu yundi xo'rlar ajalab. Ana Nasim Xolib, mana Jinquvvat Shuhrat Kaptoy doshnasi yetkazib qo'ylar. Mana shu video обращениямni vнимательно eshitsin. Pizda bol bilajalar. Qaysidir videoyingda ham, qanaqadir videoyingda ham jala faqat TikTokerlarning o'rtag'iga osilyapsan. Buyunamiga sizga o'zi borga osilmaganing sen qolding. Osilmaganing bizni qo'rtaqqa trampolin qilmaganing sen qolding. TikTokerlar deb gapirganingda sizga mana YouTube'ing bo'lami, Instagram'ing bo'lami, boshqa joying bo'lami, TikTokka tashlaganingda og'zi badaningga sikib yuboraman. Jinquvvat TikToker deb gapirmay qo'lang ko'tiga sizga. Xolmurod buvani kuyovi buyunamiga tiqib yuboraman jalab. Hype'ingni boraman Instagram'ingda. Po'lat alandarjanlar. Aka Bobur. Qatga oling, qanaqa bo'ling? 0 ta подписчик bilan go'stingiz kirib bo'lmaydi. Meni buxdim-a. Men lakatsamni beraman, ke. Ke lakatsam beraymi? Ke aka Bobur. 0 ta подписчик bilan buyunamiga qo'shilasanmi?
o'tdi-ku. Siz mana bu pastligingizga qarang, u tepasidagiga qarang. Fibonacci ana o'qildi-ku, o'tdi-ku. Suhrob Jalappa bolasi bor yo'qol naxoy bo'tdan. Ha, qattiq tegib ketyaptimi? Nima bo'lyapti? Bir tushunmayman baba sizlarni borku. Bir tushunmayman. Tushunolmasam ham kerak, xafa bo'lmanglar. O'rtoq negativlar. Xafa bo'lmanglar, tushunolmasam ham kerak. Chunki sizlarga berilgan miya menga berilmaganda, men unaqa darajada qobiliyatga ega emasman. U darajada dalbayo'q bo'la olmayman oddiyroq qilib aytganda. Ha, dalbayo'qlar tak shu negativ dalbayo'qlar olg'a, gazini bosib tashlaylar. Mujik mani podpisatsiya bosib qo'y. Negativ yozgandan efirga chiq erkak bo'lsang deydi. Shunaqa u Temur ular erkak emas.